Mana bu yerda to'planib turgan avtomashinalar bir ko'rinishda shu yerdagi ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolarga tegishli ko'rinadi. Aslida unday emas. Bu shunchaki mutasaddilarni chalg'itishga urinish xolos. Nima qiladi bizni? Ana shu yerda jiyanim yashaydi, mana kandan. Sherdami? O'shanga har kuni mashina berib turadi-da. Har kuni. Ha. Aka, bu transport vositasi doimiy ravishda Toshirobod yo'nalishiga qatnashi bo'yicha ana shu yerdagi mana haydovchilar, shofirlar tarafidan ham yozma ma'lumotlari bor. Tinimsiz qatnaysiz, noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanasiz. Bu holat bo'yicha bizda bir emas, o'nlab ashyoviy dalillarimiz ham, video syomkalarimiz ham, fuqarolarning yozma murojaatlari ham bor. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 176-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan qoidabuzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Avvalgi yashirincha avtoturargohlarda kekkayib turgan bu avtomashinalar endi sud qarorini kutib, jarima maydonida mung'ayib turishga mahkum. Ta'kidlash joiz, joriy etilgan har qanday qonun, tartib, qoida uni buzganlarni jazolash uchun emas, aksincha, jamiyatda tartibni saqlash, aholi tinchligi va osoyishtaligini, qolaversa, salomatligini himoyalash maqsadiga qaratilgandir. Ushbu talablarni mensimasdan harakatlanayotganlar esa o'zining va o'zgalarning hayotini xavf ostiga qoldirayotganini anglab yetishsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.